Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan qadrli yurtdoshlar, mana 18-may bo'lishiga qaramay, xudo xohlasa yangi haftaga o'tib, dushanba kungi avtobusimiz bu ikkinchi reysimiz to'lib ketyapti. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, haftada 4 marta amalga oshib boradi. Jo'nash vaqtlarimiz 18:00 da yoki 18:30 da. Avtobuslarimiz Primoy Toshkent avtovokzalidan bilet orqali chiqib oladi. Rahmatulloh aka, mana ofitsial представительimiz xudo xohlasa nima deysiz aka? Agarlar kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Biz avtobuslarni chiqib sizlarga tavsiya qilishimiz sababi birinchi navbatda samolyotda ko'p insonlarni подозрительный лицо deb qaytaryapti. Avtobusda shu narsa yo'q. Ya'niki sizlar borasizlar, avtobusda подозрительный лицо bo'lib hech kim qaytmaydi. Sagarchi tamoshdan o'tilinadi, отпечатка palsa yo'q. Faqat biometriya bo'yicha bu yerda hisobga olinadi xolos. Agarda zapri deport bo'lsa, polisiya qog'oz beriladi va necha yil muddatga urilganini hammasini chiqarib beradi, keyin qaytarib yuboradi. Iloji boricha shunaqa narsalar bo'lmasin deb biz avtobuslar sizlarga tavsiya qilyapmiz. Kelinglar, ketinglar, Bezdeport maza qilib borib, sog'-salomat manzilga yetinglar. Ekranda ishonchli nomerlarimiz siz uchun hamisha 24/7 xizmatingizdamiz. 93 258 80 80 nomerlarimiz. Telegram, WhatsApp